Umuman natijaga erisha olmaysiz 2026-yilda. Barchaga assalomu alaykum. Ismim Ahmad, International School operatsionni direktoriman. 2026-yilda qanaqa instrumentlar, qanaqa qobiliyatlar sizlarda bo'lishi kerak va qanaqa odatlar. Sizlarga 3 ta narsani haqida aytib o'taman. 2 ta narsani Instagramda aytaman, 3-chisini Telegramda. Xo'p, birinchisi bu sport. 2026-yilda sport bilan shug'ullanmayotgan har qanday rahbar boshqa rahbarlardan bir pog'ona past bo'ladi. Sabab, hozir tendensiya bor. Hamma rahbarlar o'zini xodimlariga oldin aytardi, sport bilan shug'ullangin deb. Hozir sport bilan hamma rahbarlar sport bilan shug'ullanishni boshlagan. Chet elda bu 10 yil, 20 yil oldingi gap. Bizga O'zbekistonga endi kirib kelyapti. Ikkinchisi, siz sun'iy intellektni ishlata olish qobiliyatingiz. Ana emas ChatGPTga qanaqa qilib men ssenariy tuzishim kerak yoki bitta xodimim ikkinchi xodim bilan urushib qoldi, nima qilsam bo'ladi emas. Konkretni prompt engineering, ya'ni promptda yoza olish qobiliyatingiz bo'lishi shart. Siz agarda yo'q, sun'iy intellekt kerak emas deydigan bo'lsangiz, 100% qolib ketasiz. 100%. Va uchinchisi, buni Telegramda aytib o'taman. Pastdagi izohda top so'zni yozsangiz, Telegramda hamma narsani tushuntiraman. Uchinchisi bu real 2026-yilda agarda ishlatmasangiz 100% qolib ketasiz. Endi uchinchisini haqida aytadigan bo'lsak, uchinchisi bu robot bo'lmaslikni xodimlarga o'rgata olish va xodimlarni lideri bo'la olish. Ya'ni oddiy narsa o'zi. Qanaqa oddiy narsa aytosizlar-ku deyishinglar mumkin. Hozir 2026da samimiylik darajasi qaysi kompaniyada, qaysi rahbarda bo'lsa, o'sha rahbar orqasidan jamoa keladi. HR tizimi, OLX dan qo'yish yoki boshqa saytlardan xodim olish bu eski narsa bo'lib qoldi. Hozir hamma rahbar orqasidan ketmoqda. Rahbar qanchalik zo'r bo'lsa, shunchalik jamoa ham eng kuchlilarni yig'moqda. Bu video hozir Telegramga qo'yildi. Endi agarda siz yana ham yaxshiroq boshqaruv tizimini shu videoni davomida ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havolani bosasiz, Telegram kanalga ulansangiz bo'ladi. Bu Telegram o'zi 199 ming so'm. Hozircha rosta narx randomli bitta narx qo'yildi, lekin 1-yanvardan bu kamida 3 baravar qimmat bo'ladi. Sababi bu pul bizda bor, menda bor. Bu pul nimaga qo'yilgan? Har bitta bilim qanaqadir qadriyatli bo'lish uchun. Jigaringizdan pul bersangiz, albatta uni yaxshi harakat qilasiz. Shunaqa. Shuning uchun pastdagi havolani bosinglar, oylik to'lovini to'lab ko'ringlar, 199 ming, bir oy ko'ringlar, foydali bo'lsa davom ettirasizlar.